شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Qarindoshlar, biz bugun Sura Baqarningki 127-oyatini o'qiyapmiz. Alloh subhanahu va taolo ilgirki darslarimizdagi ahli kitob haqida so'zlagan mazmunlarning oxirida ahli kitobningki bir xil da'volarini o'tirg'i qo'yib, ya'ni biz Allohning tanlangan bandalari, dunyodagi osmon risolatlari bizga xos, payg'ambar chiqsa bizdan chiqadi, jannatga kirsak biz kiramiz. Mana biz qadimdan tortib kelayotgan payg'ambarlik risolatlarininki, din risolatininki sohibimiz degan fikrlariga oxirida raddiya sifatida bularninki va payg'ambar alayhissalom kelgan arablarninki İbrahim alayhissalomga bo'lgan munosabatini tushuntiryapti bizga. İbrahim alayhissalomninki islom dinininki elchisi bo'lgan Muhammad alayhissalom bilan bo'lgan nasab aloqasidan boshqa bu qimmat qarash, yo'l, manhaj jihatdagi aloqasini Alloh subhanahu va taolo o'tirg'i qo'yibdi. Payg'ambarlarning otasi deb atalgan Hanafiya bo'lgan, ya'ni haqni ching tutib mangan, batilni tashlagan din sohibi simol bo'lgan İbrahim alayhissalomninki degan so'zlari, ish izlari bizga qoldirgan meroslarini Alloh subhanahu va taolo so'zlayotdi. İlgirki darsimizda İbrahim alayhissalomning Allohga qilgan duosidagi mening ahdimga, ya'ni mening bu yo'limga, bu imomatchilikka zolimlar erishmaydi, zolimlarga tegmaydi bu degan javobidan kim bo'lsin, mayli Bani Isroil olsun, yoki arablar olsun, yoki boshqa millat olsun, yo'ldan chiqsa Allohning bu yo'liga nail bo'lmaydiganligi, Allohning bu fazli marhamatiga erishmaydiganligi, bu yo'ldagi rahbarlik, imomatchilik salohiyatiga loyiq bo'lmaydiganligini aniq o'tirg'i qo'yibdi. Bu yüzden biz boshdan tortib ko'rgan Bani Isroilning o'tkazgan jinoyatlari, bularga singib qolgan xarakteri bilan bularning qilgan da'volarining tubdan zid ekanligini biz o'qib o'tdik. Ya'ni shu mazmundagi paket hujjatlar uzluksiz davom qilyapti. İbrahim alayhissalom, İsmoil alayhissalom, İshaq alayhissalom masalalari o'tirg'i qo'yilyapti. İbrahim alayhissalomning ta'limotlari o'tirg'i qo'yilyapti. Bu orqali kim haqiqiy din sohibi, Allohning yo'liga vakillik qiladiganlar, Allohning zimindagi risolatiga sahib chiqadiganlar zodi kim, buni biz ayirib bilish to'g'ri keladi. Mush orqali ayirib olamiz yani. Bugungi oyatdan Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalomninki Baytullohning ho'lini ko'tirish, temini qo'pirish hodisini bizga vaqaligini tasvirlab beryapti bizga. Davatutu astaizu billah va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Biz iz degan so'zni davomli so'zlab kelyapmiz. O'tmishdagi ma'lum voqelikni bizga eslatma sifatida bayon qilgan vaqtda iz degan so'zni ishlatamiz. Uyg'urchada normalda o'z vaqtida degan shaklda tarjima qilamiz. Yani o'z vaqtida İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalom Baytullohning teminini, ho'lini qo'piryotdi. Ana shu o'rinda bayatdan degan gapimning talabi bo'yicha, taqozosi bo'yicha
iz kelgan jumlalar o'tgan zamon shaklida kelish kerak. O'tgan zamonda buni masalan ilgari bir oyatda o'qidikki va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. O'z vaqtida Robbing mundoq dedi. Va iz qulna lil malaikati isjudu va iz qulna ya adam uskun anta va zawjukal janna. Hammasida o'tgan zamonni hikoya qilgan bo'lg'achqa ifodalangan fil shakli o'tgan zamon shakli. Endi bugungi bu oyatda garchi vaqalik o'tgan zamon vaqalik bo'lsa-mu, ammo fil shaklida nima keltiryapti? Yarfa'u deb hozirgi zamon, ya'ni izchillikni davom qilyapti, aytyapti degan ma'no ifodalaydigan fil shakli keltirildi. Shuning tarjimani o'z vaqtida Ibrohim va İsmail alayhissalom Baytullohning temini qo'pirayotdi degan shaklda tarjima qildik. Nima uchun bunday ifoda o'tgan zamonga, nima uchun hozirgi zamondagi ifoda qo'llanildi desa, bizning zihnimizda shu holatning tasavvurini kelish. Xuddi ko'z oldimizda shu topda biz qarab turayotgandek, ko'z oldimizda Ibrohim alayhissalom bilan İsmail alayhissalom Baytullohning temini kesaklar bilan qo'pirayotgan bir xil holatni tasvirlash uchun shu shaklda keltirganda Ameliyat olmasa İbrahim Aleyhisselam o tamını kopurup neçe min yıllar ilgari yüz berip bo'lgan ishlar hazır qıvatmaydı onu. Bizge fakat hazır qıvatqandek bir xil tuyg'ulan ko'z oldimizga shuni aytmoqchida. Ya'ni Allohning bu yerdagi istiqinni o bizni talab qilayotgan desa, bizning shu holatni tasavvur qilishimiz. İbrahim Aleyhisselamning tamını qo'pirayotgan holati. Vaqt İbrahim Aleyhisselam nazirqida ko'tarilgan kirallar yo'q masalan. Hazırki qurilish ishlar turadigan narsalar bo'lmasligi kerak. Qana qildi? Palampaymi yo'q yoki boshqa turadigan kranilmi yo'q hamdi. Mashta bir sharoit yo'q vaqtdimi? Ya'ni Ibrohim alayhissalom chekinmasdan chor tadbirlarni qilib, u yoqdan bu yoqdan o'zini ko'taralgudek, cho'ng o'zini ko'taralgudek toshlarni akilib, ustiga chiqib turib, mush ahvolning hammasini ko'z oldimizga akilishimiz kerak. Ibrohim alayhissalom qo'pirayotdi tamni. Bu ichlik oldu. Bu yetmedi. Taş izledi. Üzüne kütəgidək çoğ, turalığıdək, tam qopağılı yetkidək derecede çoğunaq taş olması tuğulamaydı da. Çoğ taşını ekeldi, koydu, üstüge çıkıp tamını qopadı. Bunun hemmisi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet arqılıq biz ne tasavvur qılanlar, əslanlar şu haletini göz aldığınlığı keltironlar degendek bir xil buyruq halet oldu. Yani bizden Allah subhanahu wa ta'ala bu görünüşünü unutup qalmasını talep qıvatı diyeni. Daha göz aldığımızda İbrahim Aleyhisselam, özümüz bir işini qıp baqqılı, bizge bir nərsi kemlep qaldı ya, biz bir urunduk yok, ya bir peştaq, ya ki pələmpey, bizi götürüp durduğun bir caza kurulur yok. Ama biz qilishimiz gerek de, qana qilimiz, taş izleyimiz, biz üstüge desep doğudek bir nərsi izleyimiz de, İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam taş izlep mağım diye mesela. Ma taş, mağula kütürelgidek taş oluş gerek, yani ekelelgidek taş oluş gerek. Ekeldi. Andakin İbrahim Aleyhisselam üstüde qana qildi, tude taşını. İsmail Aleyhisselam sunup durwatıdı dadısqa. İbrahim Aleyhisselam onu elep tamның üstüge qoyuwatıdı. Başta qilib, ahırısıda bitti. Muşa halet göz aldığımız tasavvur qilish kerak. Allah'ın bizni talab qilayotgani bu. Gerçi ayetning keyni tahi o'qiymiz inşallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Da Qur'onimizga qarasak, bu da tatıyotgan japa xili bor. Bu işkeden bu. Ama xuşal. Bular bir xil xuşallık var. Bularning Allah'tan talep qiladigan birdan bir ümidi talebi mush ishni qabul qilish. Bu yerda Allah subhanahu wa ta'ala boshqa narsani so'mayotdi bular. Bular ishdan bekor bo'ldi butunlay. Allohdan faqat va faqat bularning talab qilgani ya bir aq yoki ajr emas, qabul qilish. Mush ishimizni qabul qil ey Alloh. Savobdan boshqa arzu umid yo'q. Mavlunki Qur'on bizga tasavvur. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbal minna degani qabul qil degani biz seni deb qilgan, sening buyruqingni ijro qilish ustidan qilgan bu ishimizning ajrini bizga ber. Bizga savobini bizga ber degan duo boshqa narsa emas. Innaka antas samiul alim degani ey Alloh, sen bizning duoyimizni anglab turadigan, biz deyotgan gapni anglab turadigan, bizning niyatimizni va ixlosimizni bilib turadigan zot. Sen bilsa, biz bu ishimizni sening rizoliging deb qildik. Sening g'ayringni qat'iy o'ylumudik. Bu xil shaklda duo qilishi, chunki bütün amallarning hammasi niyatga bog'liq. Masalan, ikki odam birlashib bir ishni qiladi. Nurg'un ishlarni qilatimizmi?
Bu ikki odamning birisi ajriga erishib qiyomatda nasibasini oladi. Ma birisi ziyon tortadi. Ammo ikkisi bir ishni qiliqliq, billa o'rtaqlash qiliqliq nimishqa niyatga qarab turib bo'ladi. Chunki birisi Alloh subhanahu va taolaning rizoligini izlab qildi, yana birisi boshqa bir maqsadda qildi. Niyatul Alloh qilgan ish o'xshash bo'lsa-mu Allohning beradigan ajri bu. Alloh subhanahu va taolo niyatni biladi. Biz niyatni og'izimiz orqali ifodalayolmaymiz. Har qancha yezib ketdi, mening niyatim andamini Alloh biladi uni. Agar shu ish Allohga xolis bo'lsa qabul qiladi, xolis bo'lmasa qabul qilmaydi. Payg'ambar alayhisalom bu haqda Buxoriy, Muslim, Abu Dovud, Nasa'iy, Tirmizi, Ibn Majah qatorliq bütün hadis kitoblar olgan bir hadis va innamal a'malu binniyat va innama likulli imrin ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رسول الله deydi ki bütün işler amelge qarta buludu. İşlarning neticesi senin erişidiğinin niyetki qarta buludu. İşlarning neticesi senin erişeleydiğinin niyetinge qarab buludu. Her insan o'zining niyetiga erişidi. Qandaq odam mush hijratni sizlar qilayotgan hijratni Allohning rasuli deb qilgan bo'lsa, buning hijrati Alloh rasuliga hisob. Agar hijrati o'zi erishmoqchi bo'lgan bir mol dunyo yo olaman deb niyat qilgan bir ayol yuzidan o ketib qolibdi, keyindan bir taylig'in bir yerda yashamaylikmi degan niyatda yoki falon yerda bir savdo ekan degan niyatda hijrat qilgan bo'lsa, onun hicreti şu qilgan ishqi bo'ladi. Ya'ni o şu ko'zlagan ayolni oladi, ko'zlagan dunyoga erishadi. Ammo men bu hijratni dinimni saqlash uchun qildim. Allohning rizoligini deb qildim deb qilganlarning hijrati bu shaklda hisoblanadi. Endi demak, bu yerdan chiqadigan xulosa amal qilayotgan ishimiz Allohga xolis bo'lmaganida, niyatimizda g'ayri ifodalab bo'lib qolganida buning savob berilmaydi. Shuningga Alloh subhanahu va taolo hikoya qilgan İbrahim Aleyhisselam'ın duasında ne deydi? Rabbena taqabbal minna, bizden qabul qil deb bo'lib, innaka antas samiul alim. Sen bizning ishlarimizni qilayotgan gap so'zlarimiz hammani anglab tursa, duolarimizni anglab tursa, al alim, bizning niyatimizni bilsa, bunga yarasha bizga mukofot va bizga ajr va deb duo qilyotdi. Yani düzlüks davamlaşımız 128. ayette Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zurriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ayet naval bir sizlerge kısa tercüme qilib bir o'tay. Yani bu İbrahim Aleyhisselam bilen İsmail Aleyhisselam'ın şu esnada qilgan duası, ya Rab bizni o'zlariga itoat qiladigan, buyruqlarini ijro qiladigan qisla deb bo'lib, bizning avlodimizdanmi shunday bir ummatni qisla. Yani o'ziga bo'ysunadigan, itoatga buyruq qiladigan. Bizga bizning ibodat shakllarimizni ko'rsatib qo'ysa, bizga tavba etsa, o'zlari tavbani qabul qiluvchi, shafqatli zot. Endi musha kelgan vaqtda biz bir narsani deyish to'g'ri keladi. Bir ishqa bir vazifa ortilib ustinga buni yaxshi ko'rib turib qilgan bilan bir vazifa ortilib shu vazifadan xuddi ustingdan yukni tashlayotgandek chiqishni o'tirdi farq bor. Bir odam ustiga bir vazifa tushdi, bir taklifat tushdi. Suyib qildi buni. İçidan suyunib turib qildi, vujudidan chiqarib qildi. Buningdagi hissiyat, buning erishadigan ajr va buning qiladigan natijasi, ko'rsatilgan natijasi bilan bir odamga bir vazifani ortildi, u odam bir xo'shaqmidi yoki eg'ir keldi, shu ishni aron deganda tugatdi, xudoga shukr deb ustidan tashladi, bu vazifani tugatdim deb bu ikkisini o'tirdi farq bor. Endi oyati karimaga qaragan vaqtimizda İbrahim Aleyhisselam bilan o'g'li İsmail Aleyhisselamning duosi bu. Nima deb duo qildi? Ya Rab, Rabbana vaj'alna atridiki bir vova. Rabbana vaj'al, Rabbana ij'alna emas, Rabbana vaj'alna. Voning kelganligining o'zilan oldida bir ifodalarning ushlanganligini ko'rsatdi.
Yani demekçi ki ey Rab, ey Parvardigarimiz, sizlar bizni buyurullar. Biz Ka'bani qopurdik. Ka'bani bitdi. Sizlar buyurgan ishni qilib bo'ldik. Ama bunun bilan to'xtab qolmaymiz biz. Biz yani o'zlaridan tekrar vazifa ijro qilishning huzurini surishni istaymiz, surishni. Huzur ichida tugatdik mashni. Yani bizga ish versizlar. Bizni buyuruslar. Va ja'alna muslimayni lak degani bizni o'zlariga bo'ysunadigan, buyruqlarning hammani ijro qiladigan degani bizga buyruq versizlar. Bizga vazifa versizlar. Biz buni qilamiz. Bütün ishlarimizda o'zlariga bo'ysunamiz. Bizni buyuruslar, toslar, buyurganlarini qilamiz, tosqanlaridan yanimiz. Biz buningla to'xtab qolmaymiz. Bu Ka'bani saldik, Ka'bani bitdirdik, Allohning buyruqini tugadi, o Xudoga shukr deb ishimiz tugadi, ya unda emas. Bundan keyin har zaman, har vaqt sizning buyruqlar uchun hozirmiz. Bizga buyruq qilsizlar, bizga vazifani tushasizlar degan ifoda bu. Odam ustida bir vazifasi bor, odam vazifani tugitiblan yana bir vazifani talab qilish qanday vaqtda bo'ladi desa, shu vazifaning huzur halovatini his qilganda va shu vazifani ado qilish jarayonida bir xil ichidan chiqarib, suyib turib, huzur bilan qilingan vaqtda an talab qiladi. Ishim tugatdim, ish vasla deganga o'xshash. Agar bir ishda shunda huzur halovati yo'q, japa, mushaq ishma degandan keyin shu ish tugagandan keyin xudoga shukr, endi bo'ldi deydigan bir xil ifoda paydo bo'ladi. İbrahim alayhissalom, İsmail alayhissalom Allohning buyrug'i bilan qiyinchilikda Ka'bani ko'tarib bitkizdi. Ka'bani sap bo'ldi demedi. Nima dedi? Robbana deb bo'lib, vaja'alna degani biz mashina qilib bo'ldik, endi bizga yana ish versizlar. Bizni bundan boshqa ishlardimi o'zlariga bo'ysunadigan, biz sizlarga bo'ysunamiz deyotdi. Bizga vazifa asla qilamiz biz deyotdi. Qanday vaqtda huzur his qiladi odam vazifasini desa, shu vazifaning mukofotini ko'z oldiga kelgan vaqtida, mukofotini saqlagan vaqtda. Chunki Allohning buyruqlarining mukofoti jannat. Shunda bo'lgan vaqtda andan texmi ko'p. Masalan, atrofimizda ishlayotganlar va bir ish davomli qilgan ishiga haq oladi pul. Yani bu pul buni qattiq qiziqtirdi. Yani bu pulga rozi bo'lchu. Ko'ngildan suyunib, voy mush ishni qilib men pul topdim deydi. Ishni tugasa darhol xo'jayinning qishi bo'lib, "Menga ish versizlar, men tugatdim" deydi. Chunki pul oladi u. Aynı şekilde Allah Subhanahu va taala üstümüzge bekitgan vazifalarning ko'z oldimizdagi mukofoti bizni qiziqtirgan vaqtida, intilgan vaqtimizda bu vazifani oshirg'imiz keladi. Teximiz ziyada qilg'imiz keladi. Endi İbrahim alayhissalom bilan İsmail alayhissalom bayatini deganimizdek Beytullahning yo'lini ko'tarib bika bo'lib bo'lmaylam nim dedi. Robbana vaj'alna muslimayni laka dedi yani. Yani bizni o'zlariga itoat qiladigan musulmonlardan qislar. Yani itoatmanlardan qislar. Bundan keyin yeni vazifa asla biz vazifani ijro qilamiz deyotdi. Yani bununla bilan bo'ldi qilmadi yana. O'z ikkisining ikki o'lanning bu xil holati bilan bo'ldi qilmasdan, balki taklifatning bu xil halovatini tetish, taklifat buyruqlarni ijro qilish qo'ygan intilishning kelgusi avlodlarda bo'lishnimi umid qilib dediki, "Va min zurriyatina ummatan muslimatan." Bizning kelgusi avlodlarimizning ichidan musulmon bir avlod degani biz tushungandek buni musulmon bunda emas. Alloh subhanahu va taoloning taklifat buyruqlarini to'liq ijro qiladigan, suyib turib qiladigan, erinib turib, qo'shaqmasdan emas, balki intilib turib qiladigan bir ummatni mendan chiqasizlar. Bir ummat qilib fasil da'votidir. Bu orqali Alloh subhanahu va taoloninki yo'li zaminda ko'ra davom qilsin. Bu vazifalar avlodgacha qiyomatga qadar davom qilsin. Misha kelgan vaqtda bizga bir narsa signal beriladi bu yerda. Bola tarbiyalash masalasi, avlod masalasi, sening balanglam emas, avlod masalasi. Bir odamning milliyat puli olsun, dünya onun olsun, hukuk onun olsun, balası nachar bo'lib qoldimi, o odamning yegini yegan emas, uxlug'ini uxlagan emas.
Bir ayol her qancha taqvo bo'lib ketib, bütün güzellik onunğa birilsin, qizi yo'ldan chiqqan yoki yo'lning sirtidagi qiz bo'lib qolsin, o ayolning güzelligi ona nisbatan güzellik emas. Dunyoda bola masalasi ota-onaning eng baxt saodatining ifoda masalasi. Bola masalan chataq chiqdimi, ota-onaning saodati yo'q degan gap bu dunyoda. Chunki ota-onaning qalbini ota-ona o'g'li tushunadi. Bütün özünün arzu ümidini ballarga bağışlaydı. Kelgüsü avlatlarga bağışlaydı. Mesela şu vaqtlarda G'arb davlatlaridagi ba'zi bir qism qolay yashash sharoitlarini ko'zlab va yoki boshqa bir masalalar yuzidan G'arb davlatlariga qiziqqan shaklda ko'chayotganlar bor. Ko'z oldimizda ko'rinib turibdi. Bilyapmiz G'arb davlatlarida yashagan kishilarningki tamam birinchi avlodini hozir oldida bor. Yoki tug'ilmoqchi bo'lgan bolalarni yaxshi tarbiyala, ammo 2-3 avlodiga, eng aqllisi 5-avlodiga vaqtda o'zining bolasininki kimlar bo'lib ketishi, nimalar bo'lib ketishi, qaysi dinda bo'lib ketishidan hech umid yo'q insonning. Bu nuqtadan oyat bizga da'vat etadiki, insonning mas'uliyati kelgusi avlodlarining musulmon holatda qilishi, kelgusi jamiyatning musulmon holatda qilishi, ya'ni insonning mas'uliyati qatoridagi bir mas'uliyat. İbrahim alayhissalom bilan İsmail alayhissalom avlodlarining musulmon bo'lishi, kelgusidagini duo qilyapti. Bu bizga nisbatan bir signal. Shuning uchun hozirdan tortib hozirlik qilish kerak. Kelgusi avlodlarningki bu yo'ldan chiqib ketadigan bir ko'rinish ko'z oldimizga kelib qolgan ahvol ostida uningga qadam olmasligimiz kerak. Unda xatarga tavakkul qilmaslik kerak yani. Ondan keyin da'vatida va arina manasikana bizga ibodat shakllarimizni ko'rsatsalar da'vatida. Ya'ni sizlar bizdan birna iroda qilgan ibodatlarni bizga deb paslar. Masalan, ham o'ylan bilamiz, ibodat har turli bo'ladi. Namoz bir ibodat, juma bir ibodat, Ramazon ibodat, haj ibodat. Mushlarning hammasi manasik. İbrahim alayhissalom, İsmail alayhissalom da'vatidagi bizga farz qilishlarni, bizga ustimizga asla ko'rsatsalar, biz xushallik bilan suyib turib ijro qilamiz bularni, ado qilamiz bularni da'vatida. Yani bu yerdeki arina manasikana degan bu so'zlar biz nimani ko'rib olaymiz? İbrahim alayhissalom taklifat babiningki, taklifat ishkining o'ziga echilishni istab-atdi. Men mushtarlarni qilaman da'vatidi, qilishni xohlayman da'vatidi. Amaliyotda biz o'qiyotgan kunda 5 vaqt namoz bizni kunda 5 vaqt bir zaratlash u. Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtirish. Har haftada bir qitim o'qiladigan cuma olsa haftalik bir qitimliq uzuq, quvvatlik yemeklik. Şunun o'rnida Ramazon yilda bir qitimliq tarbiyalash kursiga o'xshash bizga ajoyib tarbiyalarni, ajoyib yetildirishlarni tarbiyalaydi bizni. Haj uning ahamiyatini bağı odamning hech qaysisiga maxfiy emas. Bir qitimliq yilda umumiy musulmonlarning bir yerga yig'ilib özünün hamma narsadan ayrılıp turib, özünün normal yaşayotgan dunyosidan ayrılıp turib, meselelerini qana qilish tushunishning bir fursati. Amaliyotda bularning hammasi insonning o'zini tarbiyalashdagi, ruhiyatini, ma'naviyatini tarbiyalashdagi ajoyib go'zal vositalar. İnsanlarga ba'zi ig'ir keladi, ammo İbrahim alayhissalom qanaqa talab qilyapti shularni. Chunki men bayatdim deganimdek İbrahim alayhissalom bu yerda ko'rib yetilgan bir nuqta bor. Ya'ni har bir taklifatda adamni paklash, avlodlarga yaxshilik, oxirat ne'mat voligini İbrahim alayhissalom ko'rib qoladi. Biz bayatdim degandek. Har birisining alohidaligi bor. Ondan keyin oxirida aytadi: "Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim." Hani bu yerda tub alayna degani bizga tavba baslar degan gap. Tavba degani qilgan jinoyatdan deydi tavba degani. Men bir jinoyat o'tkazdim, onun qarta bana tövbe etse deymemen. Ama İbrahim aleyhissalatu vesselam bir yerde tövbe talep qilgudek cinayet tushib qolgan ahvoli yo'q. Cinayet tushib qolgan bo'lsa, tuba alayna degan bo'lsa, bu tushunishki cinayet tushib qolmoqliq. Ama nima uchun bu yerda tövbening gapini qiladi desa, chunki İbrahim aleyhissalom shuni aniq biladi-ki, kelgusi avlodlarining ichida gunohga tushib qoldi Alloh. Bu tövbeni İbrahim aleyhissalom kelgusi avlodlari uchun qilyapti. Nereden bildin o kelgusi avlodlarining gunoh tushib qolganini? Yoki İbrahim aleyhissalom nereden bilgan degan vaqtda biz oldingi darslarimizda
o'qigan İbrahim alayhissalom o'zining mu'min avlodiga, Makkaning mu'min aholisiga rizq berishni so'ragan vaqtida Alloh subhanahu va taolo nima deb javob berdi? "Va man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar" deb kafir bo'lganlarningmi, yo'ldan chiqadiganlarningmi, ma'siyat o'tkazadiganlarning bo'ladiganligini İbrahim alayhissalomga degan. İbrahim alayhissalom bu nuqtadan avl kelgusi avlodlarning o'tkazadigan xatolik uchun hozir qana qilyotdi, tövbe qilyotdi Alloh subhanahu va taologa. Ya'ni bu yerda İbrahim alayhissalom bilan İsmoil alayhissalom Alloh subhanahu va taolodan kelgusi avlodlar uchun tövbe, rahmat qana qilyotdi, talab qilyotdi. Alloh bandalaridan tövbeni suyudi. Alloh subhanahu va taolo o'zining mu'min bandasining tövbesiga bir bayovan qumliqda tugisini yuturib qo'yib, tugisini topgan odamning xushalligidan bakra xushal bo'ladi. Bayovanda tugini yuturib qo'y degan gap bo'ldi, o'ldi degan gap buning. Shunda ümidsizlik vaqtlarida tugini tepib olsa ajoyib, chunki hayotlik qaytib kelgan bo'ladi ya uningga. Mushta bir hayajonlanadi inson. İnsanның o vaqtdagi xushallikni tasavvur qilib olmaydi. Alloh buningdan bak xushal bo'ldi bandaning tavbasiga da'vat etdi hadisda. Chunki ma'siyat, gunoh insonni Alloh subhanahu va taolaning bu yo'lidan azroqgina naq bir foydani berish uchun olgan bo'lsa, masalan bir mu'min odamning birini gunoh ma'siyatni bir tatib o'tadi. Chunki uni qiziqtiradigan bir narsalar bor-da. Ama imanning halovati, agar odam haqiqiy mu'min bo'lsa, uni qaytadan iymon tarafga, ma'siyatdan yiroqlashishga tortadi. Bu insondagi iymon bilan ma'siyatning, kufrninki o'rtadagi kurishi insondagi. İnsonda qaysi kuchli bo'lsa, tortib ketadi insonni. Shuningga mana bir gaplar bor. Tavba bilan foydalan. Mesela tövbe sana menfaat kıldı. Mesela bir adam bir günahını qilgandan keyin tövbe kıldı. Bir xil huzur topdi tövbe bilan bu adam. O'zining burun qilgan gunohiga qattiq pushmon qildi olsa, Alloh bu odamning gunohini mag'firat qilmaydi. Aksicha bu odam qilgan yomonlikni yaxshilikqa aylantirib turadi. Bu darajada yana ahvol. Bir gunoh qilding, tövbe qilding, qattiq pushmon qilding, haqiqatan samimiy olsang bu ishda Allohning qilgan u gunohingni ham kechirib qolmasdan qilgan yomon ishlarni ham yaxshilikqa aylantirib turadi. Amaliyotda biz deymizki, bu tavbaning yo'l qo'yilishi. Biz ilgirki darslarni so'zlab o'tgan Odam alayhissalom jannatda bir sinoq davrini boshdan kechirgan vaqtida gunoh o'tkazib tavba qildi. Alloh tavbani yo'l qo'ydi. Bu orqali shundan tortib insonga tavba da bir eshik ochildi. Tavba eshigining ochilishi amaliyotda jamiyatning hammasini aziyatdan, cho'ng yomonlikdan saqlab qolish. Bu tavbaning eshigining ochilishi. Ya'ni bu chiqish yo'li bu. Fursat bu amaliyotda. Agar bir gunoh bilan inson do'zaxda mangu qoladigan ish bo'lsa, bir gunoh o'tkazgandan keyin faqat tavba qilish fursati bo'lmasa, jinoyat o'tkazganlar texmaddidan eshib yomonlik eshib ketaverdi. Jamiyatning hammasi bunda yomonlik o'tkazgan odamning yomonligining zarariga uchraydi. Kishilar oxirdan umidsizdigan bir holat bo'ladi. Chunki bo'ldim, tugadim men. Gunoh qildimmi, oxirdan umidsiz bo'ldi, tugashdimmi deblam. Oxiratiga nisbatan umidsizlikdan qaraydi. Jamiyatda shunga payg'ambar alayhisalom deyotdi, kullu bani adam xato, xayrul xatoin at-tawwabun. Har odam xatolashidir. Ama en yaxshi odam o'zining xatoligidan tavba qilganlar. Shunga Alloh subhanahu va taolo bizga rahmat qilish uchun bizga tavbani yo'l qo'yib, tavba qilsak bo'ladigan bo'ldi. Tavbada eshikdan birini echib berdi. Nimishqa yomonlik, ma'siyatning yomonligidan, zararidan bizni qana qilish uchun, saqlash uchun bu Alloh subhanahu va taoloning bizga qilgan fazli marhamati, rahmati. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın duasının ayığı 129. ayet. Rabbana ve ba'ath fihim rasulan minhum yatlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Yani böyle İbrahim Aleyhisselatü Vesselam yani üzlüksüz dua kılıvatıdı. Özünün kelgüsü evlatlarına tövbe tiledi. Kelgüsü evlatlarının Allah'ın teklifat, vazifelerini icra kılıdığın buluşunu tiledi. Yani şu duanın şu nimetlerinin davamı yoki to'liqligi sifatida duo qilib deyotdiki, va ba'ath fihim rasulan minhum. Ularning ichidan elchi payg'ambarlarni avat deyotdi. Mishadagi ularning ichidan degan gap ajoyib bir cho'ng ne'matchimi? Agar insondan kelmay, malaikalardan kelgan bo'lsa,
bo'ldi bizning ishimiz tugaydi. Buni bilan rahat paranglashmaydik, rahat tushunishmaydik. Rustonlar desa, "Optan siz malaika bo'lgandikin, tamoq yemagandikin, Ruston davrdikin, qusoq ajadikan bunda" deydi, g'ayrimiz chiqatdi. Siz naqinmanglar desa, sizning tabiatingizda havas, hissiyat bo'lmagan bilan bizda bor. Biz shu o'xshamaymiz sizga deydi. Qan gap chiqatdi. Qarasak payg'ambar alayhisalom bizga o'xshash inson, bizga o'xshash mang'udi, bizga o'xshash uxlaydi, bizga o'xshash hissiyati va bizga o'xshash ochidi, bizga o'xshash og'riydi. Hammasi bizga o'xshash. Qag'atudu aldığımız göz aldığımızda bizga nisbatan amaliy qig'ildigan imkoniyatlik bir ulga. Yatlu alayhim ayatika ve yuallimuhumul kitab vel hikma ve yuzakkihim. Bu payg'ambar ularga o'zining oyatini tilovat qilib turadi, ularga kitob hikmatni o'rgatadi, ularni poklaydi, o'zlari hammadan g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi. Bu Ibrohim alayhisolamning duolaridan birisi. Ya'ni bu avlodlarga nisbatan texmo ne'matlarini to'liq qilish, rahmatini texmo bandlarga ziyoda qilib berish. Bularga osmon manhajini yetkazadigan payg'ambar avatish orqali nimishqa payg'ambar deganlik zaminda bor bo'lgan iman, islom nuri ojizlashgan vaqtida payg'ambar kelish orqali o'sha nurni kuchaytirdi qaytadan. Ibrohim alayhisalom o'zigiz payg'ambar avatish to'g'riliq duo qildi. Bu deganlik ma'siyat, kufri, fasodchilik tarqab ketgan. Kishilar butlarga ibodat qilgan Ibrohim alayhisalomdan ilgari mundaq bir davr paydo bo'lmasin. Qachon insonlar buzilish davriga qarab maqsa, payg'ambar kelsin, tuzalsin. Qachon insonlar ezish davriga qarab maqsa, payg'ambar kelsin, tuzalsin degan shaklda Ibrohim alayhisalom duo qilyapti. Ya'ni bu yerda rasulan minhum degan bir ifodi bor. Ularning ichidan degan bir ifod. Bu Yahudilarga nisbatan sal raddiya bu. Chunki Yahudilarning rasulullohning arabdan kelib qolganligi biyaram qildi ya bu Yahudilarning ilk darslarimizda do'q. Payg'ambarlik shu Yahudilarning ichidan bo'lishi kerakdi. Biz ularga mushayat kelimaga asosan deymizki, sizlarning bovonglar va bizning bovimiz bo'lgan Ibrohim alayhisalom ikkilisi shu o'xshash. Sizlar Yaqub alayhisalomning avlodidan, Yaqub Ishoqning o'g'li, Ishoq Ibrohim alayhisalomning o'g'li. Muhammad alayhisalom Ismoil alayhisalomning o'g'li, Ismoil alayhisalom Ibrohim alayhisalomning o'g'li, Ishoq alayhisalomning qarindishi. Demak, sizlarning bu yerda Alloh sizni ortiq qilganlik, boshqa xalqlardan tanlaganlik, sizlarning bir tanlangan bir ummat bo'lganligiga hech qanday farq yo'q. O'xshash, insonlarning hammasi o'xshash. Qandaqdir ma'millatdan ortiq, ma'millatni Alloh ma'millat qilganini bek yaxshi ko'radi. Ma'millat tanlangan millat, bu millat do'zax kirmaydi, jannat deganga mush millat kiradi. Unda ish yo'q. İnsanlar hammasi o'xshash. Yo'ldan mangadigan insonlar hammasi o'xshash. Ammo yo'ldan chiqqanlar ular nacharlar. Allohning yo'lidan tutgan ekan hammasi o'xshash tamoman. Allah subhanahu va taolo bu yerda sizlardan payg'ambarlikni oldi. Amaliyotda ahli kitobning ichidan ajoyib ko'p payg'ambarlar chiqqan. Ya'ni Yahudilarning ichidan, Banu Isroil ichidan dahshatli payg'ambarlar chiqqan. Bu payg'ambarlik arablardan chiqdi. Nimishqa sizlar zaminda zulm qildinglar. Allohning va'dasi Ibrohim alayhisolamga deganga o'xshash zolimlarga tikamaydi. Bu yo'lning sohiblari, bu yo'lning rahbarlari zolimlardan chiqmaydi. Sizlar zolim bo'ldinglar deb deyalaymiz biz ahli kitobga bu oyat orqali. Endi Alloh subhanahu va taolo mush oyatda nim demoqchi desa, ma payg'ambar Ibrohim alayhisolamning naslidan. Bu Ismoil alayhisolam o'tishudi bu. Shunga sizlarningki o'zinglarni Ibrohim alayhisolamga nisbat berilib, biz degan Ibrohim alayhisolamning avlodi, biz degan Isroilning avlodi, Isroil alayhisolam demak, Yaqub alayhisolam demak yani. Biz mana tarixdan buyon payg'ambar chiqayotgan millat, biz payg'ambar bizdan chiqdi, buldan chiqmaydi degan ideyani yo'q qilmoqchi Alloh subhanahu va taolo bu yerda. Oyatning oxirisi yatlu alayhim ayatik degani sizning oyat qo'ying Qur'onning oyatlari, osmondan tushirgan boshqa kitoblarning oyatlari demakchi. Va yuallimuhumul kitaba val hikma. Mishada biz kitobni o'rgatadi, hikmatni o'rgatadi hozirgi oyatda. Oldingi oyatda yatlu alayhim ayatik dedi. Ikki gap bor. Birisi yatlu, birisi yuallim. Uyg'urchada yatlu tilovat qiladi degan bo'ladi. Sizning oyatingni bularga tilovat qilib birda tarjima qildik hozir. Yuallimuhum degani o'rgatadi degan bo'ladi. Tilovat qilish bilan o'rgatish ikki narsa. Tilovat qilish faqatlam o'qish bir narsani o'qish. O'rgatish ma'nosini tushuntirish va shu kitobdagi kelgan mazmunlarni qanday qilish, tadbiqlash, nima keldi, buni bilish qatorliqlarning hammasini o'rgatish qatoriga kiradi. Endi bu yerdagi kitob Qur'on bo'lgan ekan,
ma ayet tillangan hikmet olsa Peygamber Aleyhisselam'ın hadisiga qartildi. Allah Subhanahu wa taala bu haqda Peygamber Aleyhisselam'ın ayollarga qilgan xitobida Allohningki "Vazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma." Sizlarning uyinglarda tilovat qilinayotgan ayet, Allah'ın ayeti ve hikmetlerini eslanglar. İki nesl kaldı. Ayet ve hikmet. Ayet Kur'an'ın ayeti olsa hikmet degeni Resulullah'ın hadislerini görüstüdür. Ve yuzekkihim ayetin ahiristiki ularni paklaydı degeni bu peygamber ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi, tamomiy iymonga boshlaydi. Bulardagi kufr, ma'siyat ve bularni chirib olgan eskilik, nacharliklardan bularni pokizlaydi degan bu. İnneke entel azizul hakim. Yani özüre galip, hikmetle iş kılgıcı, kıgan buyruklarının, çeklimlerinin hemmisinde hikmet var. Hiç kim onun üstünden hüküm çıkaramaydıgan, o hemen onun üstünden hüküm çıkardıgan zat digen meni doludu. 130. ayet gelsek وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Biz ilgili ayetlerde gördük. İbrahim Aleyhisselam'ın teşebbüs kıvatqını Allah'ın hakiki dini şu. Allah'ın insanlığa yetkizmekçi olan Allah'ın muradı şu. İbrahim Aleyhisselam ege'ge yol, tutqa yol, bizge kaldırığa yol, del iman yolu şu. Yahudlar İbrahim Aleyhisselam'ın evladı bizde dava kılışıdı. Eğer hakiki şu dava sırası olsa şu yoldan mansun, bu yoldan adaşqalla, fakat aklını yo'qotqalla. Degan mazmunda ayetinde وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Yani 4 adamdan başka bu yoldan çekinmeydi. Bu yoldan fakat aklını yo'qotgan adam. Çünkü bu yol sen ziminde xo'jayin ol degan yol bu. Ziminde senin Allah'tan başka igen olmasın degan yol bu. Sen Allah'tan başka itaat kılma degan yol bu. Sen bir hür insan degan yol bu. Sen bir azat insan degan yol bu. Bu yoldan yani Allah'tan başka hiç nimeden korkmaydigan, faqatlam Allah kılam ibadet kılıp Allah kılam itaat kıladigan bu yoldan çıkıp yeni birovlarning yo'liga kirish bu aqlni adashqanlik. Çünkü farq bek cho'ng. Xudo hazırki dollar bilan o'tmas bir pullar var, shunga o'xshash farq ikkisini o'tirdi. Farq. Qimmatlik nafis javhara buyum bilan oddiy to'mining o'tirdiga farq bor. Ayol Rabbul alaminning yo'li, mayol insonlar o'zi tanlagan yo'l. Ayolda Allohdan boshqa hech kim itoat qilmaysa, mayolda o'zingga o'xshash insonlarga, o'zingdan to'n, hatto o'zing qulog'ini yasagan butlarga, yana bir narsalarga itoat qilsa. Ayolda sen fakat Allah'ın buyruğu bilan çeklenirse, mayolda o'zingga o'xshash insonlar va yoki undan tuan ishlar bilan cheklansa, demak o'zingni azizlik bir maqomdan xorliq bir maqomga cho'gizish bu aqldan adashqanlik bu deyotdi. Illa man safiha nafsa va laqad istafaynahu fid dunya va innahu fil akhirati laminas salihin. Biz İbrahim Aleyhisselam'ni dunyoda mo tanlagandik, oxiratda mo yaxshilarning qatoridan deyotdi. Ya'ni İbrahim Aleyhisselamning yo'li qanday yo'landa bo'lsa bu. O olsa mı? Fakat Allah kılan şiriksiz şekilde ibadet kılıdığı yol, Allah bizim üstümüzde çöğe vazifelerini süyüp tutup ada kılıdığı yol. Çünkü İbrahim Aleyhisselam biz yukarıda anladığımızda, kökünümüzde Allah yüklerinin hemmini tulup ada kılıp, aşırıp ada kıldı. Bütün imtihan sınavlarına itaatçılık ve sabır ile yüzlendi. Allah Subhanahu wa taala hatta o'zining birdan bir o'g'li olan İsmail Aleyhisselam'ni bo'g'izlashdan imtihonga vaqtimi ikkilanmadi. Vazifalarini yaxshi ko'rib turib, suyunib turib ado qildi va shu sog'lom yo'lning kelgusi avlodlarda qilishga tirishdi. Mana bu yo'l. Hayoting mushu yo'lga tushsa, sen go'zal odamsan. Agar bu yo'ldan chetindingmi, sen aqling adashgan bo'ladi. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. Yargab degan fe'l odatda normalda, ya'ni rad qilish, yuz o'rish degan ma'noda. Arab tilida ikki xil ma'noda keladi. Yargab degan fe'l kenida kelgan qo'shimchaga qarab turib, agar fi qo'shimchasi kelib qolsa, vaqtda qiziqish degan ma'noda, an qo'shimchasi kelib qolsa, yuz o'rish degan o'rin ma'noda. Bu yerda shu وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ deb İbrahim Aleyhisselam'ın yolunu yüz örüş degan ma'noda, yani yüz öriydiganlar
illa men safiha nafsa. Faqat aqli adashgan insonlar. Vedeki aqli adashgan deb tarjima qildik. Safiha nafsahu degan arab tilida, ya'ni foydali narsadan ziyonli narsaning o'tirini aryanmaydigan, fikri aciz, ya'ni fikri pishmagan, aqli pishmagan manda insonlarni safiha deb qo'yamiz. Odatda normalda masalan bir dada vafot etib ketib, bir muncha mol dunyoni miros qo'ydi. Balları kichik yoki kichik bo'lmagan taqdirdami aqli pishib yetilmaglik. U mol dunyoni 4 kundan buzib, chechib, yo'q qilib o'tish ehtimoli bor. Ya'ni aqli yeshiga mos emas. Yoki pishib yetilmagan, mana shu shakldagi odamni biz sufaha deymiz. Ya'ni aqli pishib yetilmagan odamlarni. Shuningga bunda odamlarga ota-onasi miros qo'ygan mollarni hatto buning tasarrufotiga tashlab berilmaydi. Ya'ni bu u mollarni erkin ishlatilmaydi. Uning velilari, uning ega chiqadigan sohiblariga topshiriladi o mollar. Chunki u aqlsizlik bilan o molni 4 kundan buzib chechib, foydali o'rinlarga ishlatilmasligini, masalan Qur'oni Karimda o'sha aqlsiz odamlarga pul mollarini bermaslik haqida Sura Nisoning 5-oyatida "Va la tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama." Sizlarni mas'ul qilgan mollaringlarni aqlsizlarga bermanglar. Ya'ni sizlarni mas'ul qilgan degani sizlar bir vali bo'lish sifatinglar bilan. U mol hozir sizlarga oid. Sizlarning boshqaruvinglarda. Uni dadiston qoldi deblam kichik bolalarga bir qo'ysizlar yoki aqli dashqonlarga, aqli yo'qlarga bir qo'ysizlar, ular buzib chiqadi. Buni bermanglar deyotdi. Varzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ularning chiqimlari, kiyim-kechak, bütün xarajatlarning hammasini qilpiringlar, go'zal so'zlarni so'zlanglar, ammo bu pulni ularga bermanglar deydi. Hatto pulini berilmaydi aqlsiz odamga. Ana shu oyat qarg'a vaqt Alloh subhanahu va taolo aql yo'q odamlarning mol-mulkini velisining mol-mulki deb atadamaydi. Uni hatto aqlsiz odamning mol-mulki deb atamadi. Nimishqa aqlsiz, madam u aqlsiz bo'lgan ekan, mol-mulkini tasarrufat qilishga loyiq emas u. Bu mollar hammasi velisininki nazoratning ostiga o'tadi. Texmi pishqan, texmi hikmatlik, bunda bir shunga mas'ul odamning nazoratining ostiga. Nima deyki, amwalakum deganning o'zi, ya'ni cho'qim shu odam, veli bo'lgan odam pul molga xuddi o'zining meliga qaragandek, o'zining mol dunyosiga ko'ngil bo'lgandek, o'zining mol dunyosini asrab saqlagandek saqlay oladigan odam bo'lish kerak. Kichik bolalar aql yeshiga yetsa yoki aqli joyiga kelib bir ishning oq qarisini, o'ng ta'tirisini ayirgudek bo'lsa, shu vaqtda mollari qulga berilib, o'zing xohlagan tasarruf qilsang bo'ladi deyilsa bo'ladi. Endi shu kunlarda nurg'un bolalarni ko'ryapmiz. Dadalarga, onlarga qarshi sud mahkamalariga arzlarni sunib, masalan, ba'zi arab davlatlarida shuning asosan aqli yo'q bunda. Pul mollarini buzadigan odamning pullarini to'ngildi. Bundan foydali ba'zi bolalar ota-onalarga sudga arz sunudamdi. Ya'ni sal aqli adashib ketdi. Pul mollarini qanaqlanmaydi, haylayamaydi, kontrol qilinmaydi, tasarrufat qilinmaydi deb bu pul mollarni elib o'zi buzib chiqardi demdi. Endi mush munosabat bilan bir misol sifatida shu bir safah degan lug'atning sifatida gap qoldi bu gap. Mush munosabat bilan devatayli mushu pul molga veli bo'lgan odam. Masalan, mening bir jiyanlarim qoldi, buning mol dunyosi bor, ammo o'zi kichik haylayanmaydi. Men onunla veli olup mal dünyasını saqlayman. Bu mening ustimga vacib. Va yoki boshqa shaklda. Qanday bir odam boshqaning mal dunyosini veli sifatida saqlab turish vazifasini ustiga olgan bo'lsa, buning bu pul molni o'zining shaxsiy hisobotiga, shaxsiy ishlariga, shaxsiy bola-vaqalarga oilasi xayrlab buzib chiqish huquqi bo'lmaydi. Qur'onda faqat ikkala hukm bor. Birisi, shu ega olgan veli kambag'al bo'lib qolsa, normal o'zining chiqimlariga ishlatsa bo'ladi. Yani normal degani bil ma'ruf deb ataydi. Ma'ruf bilan degani eng to'nchakda degan gap qo'ymayana bu. Normal deymiz, ma'rufni jamiyatda urflashgan bir odam yashaydi ya normal bir hayot qilish uchun. Ashunchalik darajada. Boy bo'lib qolsa, u pul molga ega bo'lib saqlab berganga hech nima olmaydi. Ammo pul moldan da elib o'ziga, o'zining havaslariga, bola-vaqalarga, oilasiga buzib chechib, u boshqalarning mol-mulkidan boy-boyashat yashash qat'iy to'g'ri emas. Allohning oldida buning hisobini berdi.
Hani bugünkü günlerde bunda işlerin köpüncüsü İslam devletlerinde hükümet ig olup, hükümet saklap, hükümet halini havarlığı ahvallağı o da olsun bududu. Ama şəxslər qıp qalğan təqdirdə hüküm bu. Sure Nisa'nın 6. ayetinde وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِرًا فَلْيَأْكُلْ بِمَعْرُفْ diye ayette bunun hükmü bayan kılınған. Endi demek biz özümüzden gipiga kelsek bu gapni ütüp وَمَنْ يَرْغَبُ أَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ deki sefiha dittuk. Yani aklı adaşkan adamlar, aklı pişmagan adamlar bir işlerinin qarısına paydasını arayamaydığı adamlar bu yoldan çıkıdı degen tukku. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, İbrahim Aleyhisselam'ın yoldan, İbrahim Aleyhisselam oturup koygan bu talimatın çıkıdığı adamın çokum töt adam. Yani menfaat paydasını oturun ayırayamaydı. Allah Subhanahu ve Teala ayetinin ahirinde وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. İşki gep babiyada اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dünyada talladık, ahirette salihlarının qatarındaydı. Dünyada talladık degeni muşu yolga başçı kılıp talladık. Bu yol ne? Muşu dünyada başkalarına davet kılıp yol kuyduğu adam şu. Onu imam kıldı Allah Subhanahu wa Ta'ala, rehber kıldı. Nurgun imtihan sınaqlarını, tavlaşlarını öttü. Bazı kişiler oylap kalıdı, biravlarının dünya işlerindeki makamının yuqarı oğallığı. Ya mesela yuqarı mensep, ya dünyadaki meşhur oğallığı, yuqarı urullığa erişkenliki, işlerinin yürüşüp ketkenliki, yakıcık pul teyip ketkenliki. Bu ahirette mi bulanın orne derecesi yuquruludu dep oylaydı. Biz deyimiz ki yok. Dünyadaki orun, derece, mertebe, şerefler bilen ahiretin hiç alakası yok. Dünya başka, ahiret başka. Dünyada şunca çoğun nam, abroy, şeref, mal, dünya, hukuk, nüfus sahipler oluşu mümkün. Ahirette devzak sahibi oluşu mümkün. Dünyada hiç onun aksi yaşayan, en tüyen kalanda yaşayan sağlam adamlar oluşu mümkün. Ahirette âli makamlar oluşu mümkün. Şunu aşkın ma ayette mi Allah Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam'ın devatıdı وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا Dünyada talladık mı ayrım. وَاِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ Ahirette salihinin katarı. Yani bir yerden biz şunu bile alalıyız. İbrahim Aleyhisselam'ın dünyada mı büyük makamı var, ahirette mi nimet sahibi. İkisini ayrım tılgaldı Allah Subhanahu ve Teala. Sonra bugün dersimiz ahirlaştı. Mezmun tehi ahirlaşmadı ama vaxtına sütülen bugün dersimiz müşahede tuttusun. Biz kelek saatlik derste İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın vakalikini davamlaştırırız. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.